Nima narsalarga man pulimni ketkazishga tayyorman? Oldingi videoda umuman pulimni boshqa ketkazmaydigan narsalar haqida gaplashuvdik. Bu safar esa nabarat. Birinchisi bu sog'lig'im. Sog'lig'imga kelganda, men umuman pulimni jilet qilmayman. Chekaplardan o'tish, yaxshi shifokorlarga borish, o'zimga kerak bo'lgan vitaminlar, dori sotib olish, analizlar topshirish, sifatli produktlar sotib olish. Bu narsalarni men har doim birinchi prioritet qilib qo'yaman. Ikkinchisi bu tishlarim. Tishlarimga har doim qattiq e'tibor berishga harakat qilaman. Odamga qaraganimda birinchi o'chirt har doim tishiga qarayman. Bizning sog'lig'imiz, tashqi ko'rinishimiz va uhojinligimiz. Vaqtida stomatologga borish, vaqtida lecheniya olishga bo'lgan instrumentlarni olish, irrigator, sun'iy shotka, так professional, сильный, chiroyli bo'lsa ham, lekin tishi ужасный holatda bo'lsa, это очень неухоженно и sizni asl holatingizni bildirib qo'yadigan narsa. Uchinchisi bu sifatli dam olish va sayohatlar. Hozir menga hech qanaqa materialniy narsalar, qanaqadir kiyimlar, tam kosmetika, qanaqadir katta satisfaction, удовлетворение bermaydi. Men bu narsalardan qanaqadir wow degan emotsiya olmayman. Materialniy narsa bugun bor, ertaga yo'q. Sayohatli emotsiyalar esa sizga butun hayotingizga qoladi. Bu videoni yana ikkinchi qismini qilaman. Obuna bo'lib qo'yinglar.